Necat aka, qanday ahvolingiz? Qarshi olasiz. Qanday ahvolingiz? Qarshi olasiz. Qanday ahvolingiz? Qanday turasiz? Qanday ahvolingiz? En küçükten qanchalik oluruz? Bizniki bu shu. Qarshi olasiz. Bak kızlar verirler bunu. Şu avar kılıran bulduk yana. Ya, qarşılamayız. Bugün sal hava bundan qar, lekin ko'nglimiz sizdan kattangizdan quyosh boshqa parlanib chiqyapti. Xo'shatsindan qo'shilamiz. Bu yerning coğrafiya sharoiti mushlab olgan ekan, ashunday astrologda bu, rassamlar ko'rsa, operatorlar ko'rsa qo'shib qilgan yerda bu. Qana ahvolingizlar yaxshimi? Voy. Qana ahvol? Yaxshi. Qanday ahvol yaxshimi? Qanday ahvol yaxshimi? Yaxshimi? Bizim turpallar kelqapsizlar. Turpallar payzimika. Voy, shunaqa katta. Turpallarni Urumchidan 1 oy oldida. Urumchida yo'ron ketib, bizim turpal yengalta tushib qoldi. Necha kun burun bir aloqalashganmiz. Ma programmamizga bir Audi sheplardan falan deb o'zimni hammalar bilishlar bu Yunusjanni. Wang Hong do'yi endi Wang Hong naqshchi g'azalga tushib ketdi. Shu kepsiz. Rahmat. Bizning xizmatimizni qo'llab. Rahmat. To'yiqqa tunji qidim kelganlar xil bor. Shunami? Bu endi bizning avtonom rayonimizning jumladan Turpanning muhim bir sayohat nuqtasi bazı markazi bo'lgan yana bir alayliklarni o'zlar bir tunishtirib beremlar. Bo'ldi, jatan yo'q. Jatan yo'qmi? Me'morlar bugun Turpan ketdimiz. Begin kelgan rayonimiz bo'lsa, mana shu Tuyuq kenti. Bu Tuyuq kenti bo'lsa 1800 dan tariq ega. Bu shu butun mamlakat bo'yicha eng mukammal o'z uslubini saqlab qolgan bir kent bo'lib, mana shu uylarni xom kezak to'prilganman. Nima ish qilib bu kema saqlanib qoldi deganda, Turpan velig'in oz. Bulutlar kasma vashli o'tib ketadi. Turpan yomg'ir tushmaydi asosan. Yamg'ir olaydi va buning ichida mana shu 1800 yildan ushq ega bir toshg'or bor. Eng baldur qazilgan qolma benim toshg'orni hozir mushatda benim uchun yasayotdi, remont qilyotdi. Remont qilgandan keyin butun mamlakat kechyotdi, kelib kelsak bo'ldi. Ham hozir bizning ko'rdig'imiz bo'lsa, mana shu 500 yildan ortiq tariq uylarda hozir odamlar o'tiryotdi. Hozir men sizlarga aytsam sal ishonmaysizlar-ku. Amaliyotda yaxshi, men sizdan o'sha odamlarning uyiga kirib, qandoq alayda silingan, uyuqlarning qanaq alaydiga hammasini bir-birlab tushuntirib qo'yaman. Me'morlarga tashqi ko'rinishni tushuntiryapti, ya. Mana shu tog'ni ko'rdikmi? Bu tog'ning ismi bo'lsa Yolqin tog'. Bu Yolqin tog'ning uzunligi 98 kilometr keldi. Eng keng yeri bo'lsa 10 kilometr keldi. Bu yer bo'lsa dengiz yuzidan 840 metr egizlikda. Qo'yansining o'tirisida 7 tal jilg'i bor. 7 tal jilg'ining ichida 4 tasida su yo'q, 3 tasida su bor. Qaysi uchisi deganda to'yuq jilg'isi, mo'rtq jilg'isi, bo'yliq jilg'isi. Bu shu 3 yerda su bor. Nimishqa bu yer odamlar o'tirishganda o'z vaqtidagi odamlar bo'lsa suvni qo'yib o'tirishgan. Ammo hozir jamiyat odamlar bo'lsa sharni qo'yib o'tirishgan bo'lib ketdi. Üçte şairlar ikki tarafı tağ o'ttirsa bak ne bak ki bu go'yoki sarık yağ deb maqtagan ya. Mana ikki taraf tağ emasmi? O'ttirsa bak bu yerni bu şey. Ne bak ki bu go'yoki sarık yağ, sapsariq sarmayga o'xshaydigan. G'ayet berkatli deb bu odamlar maqtagan. Am ish ko'rinishini bir kelib boqamdiq. Shunaqa qildi. Am o'ylay o'tlan ketdikmisa. Bolkilarni to'laydik. Nereden chiqadiganligini o'qimabdi ekanmiz. Shundan bolki pishiqlash rayonimiz bo'ladi. Hozirgi zamonaviy xalqaro ISO biyojunda bo'lyapti. Bak yaxshi, sizlarning bolkilaringni. Terishdan boshlab un pishiqlash jarayonida tuvan temperaturada pishiqlash. Nurg'un o'tganlardan o'tib ishlangan yeshil organik o'lchimidagi unlarimizni tayyor yemeklikka aylantiryapmiz. Hammasini tetib ko'rdimcha, bu safarga bak yaxshi ekan. Tuyuq qadimiy kentigim ko'rdik, nimani eskiryapmiz? Nimani? Ha. Kallamiz nima kelyapti? Mas savol yomon tuyuqsiz qildi. Me'morlar mana jujam bo'lsa mana. Oq jujam deymiz me'morlar. Na inglizcha bo'lsa odatda or biz yars deydi. Koreyacha mana Apo, chipay. Wow. Opa. Aras opa. Keser kamu Şunla.
Vay. Yüzünüzden durmadım, avazınızdan dundurmayın Kaysar. Mana muzvaka ishla ilala ishla. Kayser, Kaç var? bugün sen mimar kılmazsan ığır çıkıp olsan ama yamancı olup yapar. Ya hesap. Ha, mana shuni azam bergan bo'ldi. Ha? Neçke neydi? Bir yerim koy dedi ilala. Ha. Bunda yo'q. Ben Bunu mimar mimar qo'shma. çıkamsız ya kaynatamsız. Kaynatmayısınız mı? Mesela 15-20 ne olup Hemen 5 çıkın olalar. 3 türde 3 türde. Çıkın varsan bol be. Hiç çıkmaz. Qilaman narsa. Olmayı be. Yana Qaysar kam so'layan qilishdi-ku deb o'zdan. Qaysar kam shipasi. Bir yutum ishimni ishib ta'min deb ya. Dashya sovuq lekin bek payz O zaman kaman. temel Türklük. Bak isjedi. Yağılan hemen hiç bakamız ya. Turban aka, ma sizmi resimni ko'rgandan keyin xudo shu to'yning o'zini zodi bir xil sizgandek ekan ma va. Aynı sizin. Aynen ha. Qancha yil oldi dedikmi yana tarix? 1800 yildan ortiqroq tarix ega edi. Tarix emiga. Şu hazır hükümetmi bay neme şanjandı de, yani teşin çakkılı olmaydı ki. Şu işçiden ilk Kangjın Anjun'u işçiden çıkarıp baş öğüne Jegos boyunca. Yani kaytırıp ekildiğin o halktan bir şeyge bulduğunda oturup geçirip ekildi. Asli holatini saqlab qolgan asosda. Asli altına. Buni cho'ng qurilishga. Ha, bunu ha. Buni cho'ng qurilishga. Taş kimirlardaki, tam resimlerdeki, bu da taş resimdeki. Kimin koçulardaki şeyler. Şu ulan ben yıl burun ayarlarının kişi. Dışarıdaki taşlarda, tamlarda muşlarını suyutu var. Min oydayımız. Min oydaki resimlerini kuşuna kayıttım bir altta kap, şu kapağımızın kayıttım bir resim. Tırıldırdı degen kayıttım. Bu kıran aylık ne böyle tokka ulap koyup durup dağmallaydı da bunu. Bir yere şunu al ketkendik ki buzuladı bu bırak. Kapak ama dağmalsız mı hazır biz şu mühim bir döretlerizde kodulduğun gayri maddi melli dersleri katarak. Bu ışıkның yağışlarını azaplı tabii konu çıkarıp tuza aslında yağışlar. Konu yağışlar mı? Kuyukluğun en uzun kıvış kadim işler. Hakiki konu yağışlar. Konu yağışlar. Yağış şu materyal okşaydı özü kichikiltib hesapta da. Hamda bugungi shu sayatda menga eng ta'sir qilgan ish nim bo'ldi desanglar, shu bir rassom akamiz bor ekan, Abletip Osman degan akamizga ismi. Rasmlarini, shu qapoq o'yganlik naqshlarini ko'rib raskamsam bek ta'sirlandim. Ama nimadan ta'sirlandim desanglar, shu bu akamiz shu 40 yosh vaqtidan tortib, o'zining haqiqiy qiziqishining rasm ekanligini his qilib, shu rasm sizga kelishibdi. Uningdan burun harbiylikdan qaytgandan keyin o'zining boshqa xizmatlarini qilib ekan. Lekin shu 40 yoshdan keyin ondan rasm chizishni yaxshi ko'rib, shu qiziqishini davomlashtirib ekan. Hamda hozirgacha uzoq yil shu o'zi yaxshi ko'radigan ishni qilib etibdi. Shu akamiz menga bek ta'sir qildi. Hamda nurg'un odamlar o'zining qiziqishini balkim yosh vaqtlarida, balliq vaqtlarida o'ylab shu qiziqishga kirishi mumkin. Lekin bu akamiz 40 yoshdan keyin hamma bu rasm chizishni bek yaxshi ko'rdi ekanman deb o'zining keyingi hayotini nihoyat ma'nilik o'tkazibdi deb shu akamizning sizgan rasmlari, shu qapoq o'ygan naqshlari menga bek ta'sir qildi. Bugungi safarimdagi eng cho'ng ta'sir qilgan ish shu desam bo'ldi. Ko'pchilikka rahmat. Soğudu bu vatamda, bulamdı soğuda. Buldu. Ha? Benim hem şerdi yaşamlı vaktimda. Başka vakitte muşlarını işleyler. İşler geçiyor. Kapaklarım. Şerdi yaşamlı böyle kelim. Bugun dastlab qildingizmi? Ya bugün hem kelsin. Ma koça kadimi burun qanda olsa şu pitlike meyaz bir muş iqin şu asli. Aş jilg'idan iqib tushgan iqin. Ha Qurban aka mush iqin shu ha. Aş shu tuyuq jilg'isini uyib tushgan iqin mana shu. Hozir su azda taqa. Nasıl su jiqildiga vaqt bo'lmadi. Bu ajna tüşük koyup koyasınki bir nimasi varmı? Shamol tushiramazmi? Shunga degan asosiyatdan uzum quritidigan yo'q bu. Hozir ko'rimiz keyin mayoq chiqsa, bakchiq bu. Uzumni shu chunjining ichida quritadi emasmi? Mush ham birisi masalan atrofda peshayvon deydi. Bizning Turpanda kimning o'yli cho'ng,
kimning tushunchasi cho'ng bo'lsa boy hisoblanadi. O'zim jihul emasman. Sizlar peshayvonni bak yemaydi ekansizlar. Bu yerda peshayvonni shu tushunchaga soldi. Havo o'tishidan shamol bo'ldi. Bu yerning yana bir afzalligi mana shu yerlik dehqonlarimiz o'zining asosiy mahsulotlarini mashaga chiqib, bozor sog'andan keyin 2 kiloga kelgan sayohatchilar o'z yaxshi ko'rgan mana shu quruq mevchalarni olib ketadi yurtiga. Az bo'lmagan kirim, yana birisi shu dehqonchilik mahsulot, Shinjongdagi mahsulotlarni mashada sunuydi kelgan sayohatchilar uchun. Sizlar qish mezgilimi kelamdi bu yerga? Qishun kuni asosiy ko'ra rayonlar bo'lsa, Bezak, Ming'oy, Yorg'ol qadimiy shahri, Eduq qadimiy shahri, Turpa Wang Munari deb mashhurlar keldi. Nima ishqalanda qish yoz o'zgarmaydi. Mandagi rayonlar bo'lsa, adat yeshillik bo'lsa, sat mazur qoldi-chi, shu oyada qish yoz o'zgarmay oy keldi. Menga yozin kun keldi, qishin kun kelmaydi. Elnuri Köy Sepri programmasiga men bugun qatnashib, bugun endi bizga nisbatan bir sayohat bo'ldi bu programma. Uningdan boshqa men 2003-yil etmiş tuyuqqa kelgan ekanman. Uningdan keyin bu yerga kelib boqmabdiman. Bu 20 necha yil jarayonida bu yerdan bek cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Bu yerdagi qadimiy mushu yerlik manzaralardan to'liq huzurlandik. Uningdan boshqa mishadagi yerlik muzikant ballar bilan hamkorlashib, bir necha o'zimiz yaxshi ko'radigan naqshlarni o'rinladik. Bu programmaninki mush xarakterimi mushu butun mush o'rindalgan naqsha muşlarni hammasini repetisiya yo'q, lekin mishaga keliblam mishadagi muzikant ballar bilan oldida bir 2 minutdan 3 minutgacha bir repetisiya qilib oldik. Men qo'mul naqshi etdim. Hamda bu qo'mul, turpan, pichan bu tarafninki naqshlari ham asosan bir-birisiga o'xshib ketadi. Menga nayt yaxshi tankash qilib berdi. Mush o'z kasbini yaxshi ko'rgan, mush kasbiga bo'lgan cho'nqur mas'uliyatchilik bilan mush kasbini davomlashtirib kelayotgan bu ikki inimizga men chin dilimdan rahmat aytaman. Ay otung yaxshi, dardlaring yomon. Haqiqiy mushu dehqonlar uyiga kirgandan keyin me'morlar, mushu burun ota bo'g'larimiz qanday narsalarni ishlatdi, tomoq qilish nima ishlatdi, hamma ko'rib boqaylar. Mehmet'ydi yalnız. Mehmetcan degan sizmi? Bu Mehmet'ydi yalnız degan metak yo'q-o, bunda saqal. O. Çoğladım qağım bu ya. Baş sizlarning oti-bog'lar, sizlarning o'yinglar. Mana sizlar cho'ngladik. Yo'q.
Çoğladın kağalırımı ba. Ha mana memallar mana burunki qaçlarımız mushaşyo ko'rib bakayli. Burunki chaynaklar. Mana memallar. Koldurma. İlqi bekler oldu. Ha, to'g'ri. Tögü arvasininki, Tögünün boynu asıdı. İkincisi memallar biz kichik vaqtlarimizda maktabda bir soat tushqacha mushu taqran chalganmiz shu. Ha, mushu bo'lsa maychiroq memallar. Mulasa burunqimiz atbollarimiz ishik derazadan yozgan vaqtda randa. Mana memallar jagan deymiz. Ijaylarning atlanmayga qo'yib qo'ygan aslında. Buni ko'rib bakaylar. Asosiy shu memallar. Shin deymiz memallar. Biz kura deymiz Turpanda yer tarafimizda. Bu diyor ne çıkıyor, ne çıktı? Bugün koyuksak polo ne çıkıyor işletmez diyendek şu ölçüden etmiş şu. Çarek deymiz zaten. Küre deymiz. Adeta hazırcısa şın deydi bunu. Mana memallar burunki anlarımız olsa tamaydı da memallar. Naite lüsa şıpı memallar yeşil yemeklik. Mana memallar bana galur deymiz de Turpandan yarı tarafı galur. Çarekte. Çarek buğdayda çarek deymiz. Burunq mana loyunlarımız, radyolarımız, burunq çolpanlarımız, sanatkarlarımızın avazı şunu anlaytık. Memallar mana Şamal sandığı. Doğru. Maşı atıbollarımız Kahraman sokağı vaqtda, Gürcan sokağı vaqtda maşı inşallah. Tömürcüninki. Tömürcüninki katma. Manada, saatımızda. Hava qilib o'tni puylaydi, o't qilib aniki tömürni eritdi, shuning bilan. Yo'q, sandiqda mayaqda deb ular buna. Ha, go'funji degan shu. Ha, seyrlik chiroqmi o? Adımca Atıbek'in özün şanırqa. Üstürükse pencere. Bu odalar ne gittiler ey. Pencereleri kisaytılar ey. Bağları da oşğan ey. Gözüm kan yanaşlar ey. Ma bildiğinler yakınmalar men bir soğal soraya. Ma kızakça bilmezim ki deyim. Buna kol götürüp cevap versin. Ma nemin ersem hava? Nima? Tümenme. Buğdayını izdiğen. Herhalde yıkılaştınız. Tümen o teşekkür. Şu taş bu. Siz de buna. Xınır unni bir narsa qildigan narsami? Ha. Siz şu. Ben şu tümen deyman. Ha şu. To'g'ri, o tugman degani cho'ng mana yo'g'on tash. Mani yog'inchoq deymiz. Lekin dovlis o'xshash. Avo hamda cho'ng tugman mana suvda oqtirib yoki hozir ham to'kib taraqib ketdik. Buni bek bildig'ini Olim Niyoz hamda. Chunki bular 1930-yildan boshlab shu Olim Niyoz, Olim Niyozlarning dadisidan boshlab bular tugmanchi asli. Wow. Bu Elnuri şu unchilikmi shu tugmanchilikdan boshlangan. Hozir ham liqidek rasmiy korxonalashib ketdi var mı? Mani yog'inchoq deymiz, meydan sebuva buningcha. Va sebuva mayli bug'doy bo'lsin, qo'noq bo'lsin, meydan tashlaymiz, bunda cho'rimiz buni. Bunda cho'rsak, ma izilib, anandagi bu mana dasqon qo'yamiz ku tegiga. Izilib ya bug'doy uni, ya qo'noq uni pastga izilib tushdi, shuni yeymiz. Bu oilada qildig'ini ma. Ammo ularning deganlar to'g'ri. Bir taldan Bingor mukofot qilishgan. Onun taraqqigini, suv tashdugini, onun taraqqigini maturluq, to'qliq ha. Mavo hamda eng ibtidoiy oilada, o'zlari oilada qizlar naqsh etib, cho'girtib, paqirtib, kishi tashlar, erkak tash buni izilish orqali shu bug'doy bilan qo'noqni unqilib izildi. Endi sizlar taraqqini birek badanglar, endi keninglar qaytib tugmannimi mangdirib, ma'nodimi bir yuzni qilib, bir zavodning bir yerga. Yaş balalardı, küçük balalardı, şurada çörüp durup, manada çıkan onun emz kilosu 100 koy, ya 200 koy. Nasıl satılmış ama? Onu mu oylaştıran ama hazırki yemeklik süpet ölçümüne doğru gelmeydik ya. Çünkü töven ayrılışta, ozukluklarını saklap bağı asasda, yeni teknikle işleyatımız. Yeni teknik. Muşuna da işlegemde okşaş. Okşaş oldu. Ya mavi hem de bir xil kadimi medeniyet var çünkü da çörüp. Memalama ontrapi qaraymiz, şu dukan bo'lsa, shu uzun yillar bo'lib ketgan dukan. Buni ishiga qarasak, memalama odat ishlar qilganda sal kamarak hisoblanadi, ha. Yana birisi mana o'z vaqtida mana g'ulub qaraymiz, ha. Mana ikki ishini birlashtirib qo'ygandan keyin üstüne inib qo'ysa, shu g'ulub. Hozir mana açsak ikki tarafgacha ikki qanotda bor. To'g'ri. Ma ishlar bo'lsa, qanday avazgandan keyin ishlar memallar. Ha, bu dukandan ashna. Shu vaqtdagi shu vaqtga nisbatan eng avod markaziy dukan hisoblanadi ma.
Magazin deymiz ham burun. Magazin. Men bala hamda bayti Mehmet Bay'ning o'yinini ko'rdik, ham Yasin Bay'ni ko'rib bakayli, ha. Asosan bu yerda namratlar yo'q. Hammasi bay. Hammasi bay ekan bu yerda. Yasin Bay'ning yangi o'yinisi. Men bala o'ng tarafga qarasak, Yasin Bay'ning o'yiga kelib qoldik, ha. Bu o'yinning alayligi bo'lsa-da qarab bakayli, ha. Odatda hozir zamon nisbatan birinchi qavat, ikkinchi qavatda olamiz. Biz nima turpaning yara talaffuzda dalon deymiz me'morlar. Dalonning o'zi ostun qavat bo'lsa, kimir shakli qilingan me'morlar. Bu kimir shakli nereden bana olgan desa, hammamiz birimiz mengoyni qarshıgar deymiz-ku. Aşı mengoyning shakli shu qo'yma shakli kelganmanchu. Ashundan foydalanib turib, anamish kimir yasaganman. Ostun qavat, kimir, ustun qavat, ma o'tib turgan tushunchini ko'rdikman. Masha shakli soldi. Nima chiqadi deganda, ostun qavat bo'lsa, qishning kun issiq, yozning kun salqin, 6-7 kimir kirib yashmay salqin yotadi-chu. Ustun bo'lsa kunduzda tushliklar tomoqni tepida qilib tamom. Olsa qaçqanda? Sabah xeyir. Hamza tabaq verelma. Başlaq tabaq verelma. Tamam. Hamza tabağı davay. Mangda. Candalarına sağlam kaldı kasıldan. Biroq qadimiy ma'lini bir cho'glab bo'lgandan keyin hammamiz bizning aramizga kirib o'tirib bizning tamoqimizni yedik ha. Boya shunda hammamizga tetidi ham tamoqlarchi. Lag'man degan endi hamma yerda bor. Lekin mayaning lag'mani mush ya havoning ishimi ya muhitning ishimi qilib endi ta'mi boshqacha o'zgacha bo'lib ma jandollar buni. Rahmat Jiran ha. Hem de turpan gelip jandollarıma yemsek deryaga verip su içmek kelgende ediş. Nemiş kokşu dediysek bizden şu tuyuk yazımızda un endirden onu bakardan başka işlik sayılarımız jandon mu şu tuyuktan laza işlerken piyaz hepimiz bizden tuyuktan bu şu tuyuk yığıdan çıkan Eğizimiz bilen ma o kök tatlıkның en yakın gaya vakit şuna alayda okşayın. Bak bitmiş ede. Jandollarımını bir yerde alaylık ki hem kişi yaktırıp yaydı. Şuna bazı çakçak kılıp vay öyle saytı yap kaptı kök tatlı yap kaptı diyen orduğa öyle jandol yap kaptı o dep mi koyuyoruz. Arkadaşlarımın köngülleri yakarak bulmadı dep mi oylayımız lekin bizden bir gepimiz var. Düşmanın ikinci ya onun kamusun. Doston ikinci ya kön kamusun arkadaşlarım ondan iş perler biz bunun hoş bulduk. Elde söyleyenlerini el okşayısıydı. Biz bu şu bizdeki Yalkın Tabağı'ndık en bu chat yazıda Tuyuk kentinde durvattığımız sizde okşayış bizden şu el kalbi çolpalarını özünün kalbi sındırıp kamasının yüreği sızıp kamasının özünün hüner senteler kapak türlü sanat buyumları sizden bir hakkımız kepti. Bu hakkımız bana. Abletip. Abdülhakam. Bizdeki bu şu Tuyuk'tu çoğunluk özel. Ona karan. Mavi uşak baktım ki hemen. Mavi koymam. Hücumarken de bu ha. Abdülhakam özü ögengen bulundu. Harbiy saptinchi kelgan peshqadam harbiy. Rahmat. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Balkim mush bizning programmamizning yana bir ahamiyati mushu. Bo'lishi mumkin. Yani biz o'ylamagan nurg'un mushuna bir san'at turlarimi bizning mush mazmunimizga mazmun qo'shilib qilishi mumkin. Bak esil rahmat. Xalq hammasi hurmatlaganki, hammamiz hurmatlab, tag'in bir yuqori pallaga chiqsinlar. Rahmat. Sizlarning mushuna san'atlarni hurmatlayman, sizlarni. Hamda rasmiy shu yusunda asos qilmoqchi bo'lgan ishimiz azroq maydonga berib maydonimizda bir esil zamonimizni kuylab ulug' partiya ulug' vatanimizga bo'lgan minnatdorligimizni hissiyotimizni ifodalab bir naqshatimiz hamda Shangjan sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Bizning aramg'ayimizda 5-7 gul. Yaxshi rahmat. Tabağımızdan iyi doğru. Reşide Hanım'a məxsus Ali Mektep bitəgə, Ali Mektep bitib kelib, hem şu yurtumuzun, işimizin bu suğdamında yaxşı bir sayat orada var. Ben mayanımda bir iyiliktiysem, yurtumuzun tarakkiyatıga, iş ordulaştırış olsa, etrafındakilerin bir işiga, özəmə yeni bir küçük koşalıqdaki mən deyip, iyiliktiyle mavi. Bizden aramgah ne? Hemimizden aramgahı qaylandırmadı. Bizden aramgahımız biz üçün tıkımı ravaç tapsın. Bunda olsa sizin şu meydanımızı teklif kılımız barasız mı? Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane.
yiraktın yanı ködüm, yan meni ködemekin. Men yiraktın yanı ködüm, yan meni ködemekin. Yüreğimge ot taştı, yar bunu bildemekin. Seylehan sehrada hemrayın bulay, ayeray çüllerde hemrayın bulay. Yüreğimge ot taştı, yar bunu bildemekin. Seylehan sehrada hemrayın bulay, ayeray çüllerde hemrayın bulay. Ay mekin çolpan mekin, ayvanda yatkan. Kız mekin çokan mekin, peşini oynatkan. Ay mekin çolpan mekin, ayvanda yatkan. Kız mekin çokan mekin, peşini oynatkan. Naydıysa gül yok yana patkan. Oynaydıysa yar yok başları katkan. Kısaydıysa gül yok yana patkan. Oynaydıysa yar yok başları katkan. Örgülüm akıcan çörgülüm özünüz mü kallaşkan. Örgülüm akıcan çörgülüm getiriniz kallaşkan. Örgülüm akıcan çörgülüm özünüz mü kallaşkan. Çörgülüm akıcan çörgülüm getiriniz kallaşkan. Getiriniz kallaşkan. Kuy sepri programmasiga qatnashdim. Anadaki to'y o'qigan o'zim bek yaxshi ko'radigan bir sayohat manzara yo'llarining birisi. Bu yerga doim aldirashli kelib, aldirashli ketib qoladik. Lekin bu qitim mush program bilan nayt erkin azada yaxshi paranglashdik, sayohatlarni tushundik, nurg'un bilmaydigan narsalarni bildik, tarixiy buyumlarni ko'rdik. Tarixiy saqlanib qolgan uylarni ko'rdik. Andan keyin eng muhimi bizning mushu naqsha asos qilingan kuy sapri programmamizda naq maydonda xalq omasi bilan bir gavda bo'ldik. Shavqin surallar bilan qo'shilgan, ya'ni nayt tabiiy ovozda naq maydondagi muzikalarga naq maydonda naqsh etib, haqiqatan bunday aytganda puxadan chiqdik desam bo'ladi. Qarlig'ash qaranima, qanatidan ayrılmasın hayyar. Qarlig'ash qaranima, qanatidan ayrılmasın hayyar. Kız bala aciz nime, annasıdan ayrılmasın hayyar. Yar yar hey yar ey, qalğaş qara bağrı ala hey yar. Moridin çıqqan tütündek, yarının köngli qara hey yar. Qarlig'ash tünlükke keldi, uyqudun közüngni aç hey yar. Qarlig'ash tünlükke keldi, uyqudun közüngni aç hey yar. Uyqudun nima chiqadi, o'ltirib ko'nglingni aç hey yar. Yar yar hey yar ey, qalğash qara bağrı ala hey yar. Moridin çıqqan tütündek, yarının köngli qara hey yar. Düşünmenki bu programma çolpanlar bilan, har xil sayohat rayonlar bilan texmo ammag'imi, tomoshabinlarga bir naf beralaydigan, yaxshi uchurlarni beralaydigan, uningdan boshqa san'atkorlarning yaxshi san'at numurlaridan huzur beralaydigan, eng muhimi korxonchilarning o'zining shu mahsulotlarini yaxshi tashviq qilishdagi eng yaxshi supa bo'ladigan bir programma bo'ldi deb o'yladim. Tomoshabinlarning bu programmani yoqtirib ko'rishni umid qilaman. Korxonchilarning qo'llariga rahmat. Qarlig'ash hey qarlig'ash, sen benim başımdan uç hey yar. Qarlig'ash hey qarlig'ash, sen benim başımdan uç hey yar.
Xanıdınğa xət tikəymen Apırıp yarımğı tut həyyar Yar yar hey yar ey Qalğaş qara bağrı ala hey yar Mordun çıqan tütündək Yarının köngli qara hey yar Hey yar Şinjan Arzu marka vakolatchilik şirkati marka ro'yxatga oldirish, moliya buxgalterlik, shirkat qurish, tamojna rasmiyati bejirish, siziqli kod bejirish, patent iltimos qilish qatorliq jihatlardagi yaxshi yordamchingiz. Arzuyingizga yetishingizning tunji qadamini Şinjan Arzu marka vakolatchilik shirkatidan boshlang.